Zo'r lokatsiyadan kottej so'ragan bizning kuzatuvchilarimiz bor edi. Farg'ona Eco City'damiz do'stlar. Eco City'ga deyarli bir devor qo'shni bo'lishingiz mumkin. 2 sotix yer maydoniga 2 qavatli, juda ham chiroyli pishig'ishda qurilgan kottejlarimizni hozir birgalikda obzorini ko'ramiz. Bu yerda umumiy 5 ta kottej bo'ladi. Hozir ikkitasi qurib bitkazilgan. Xohishlaringga qarab, to'liqligicha podключ remontlar bilan qilib berishadi. Kvadratiga narxini bitta hisoblasangiz boru 262 dollardan to'g'ri kelyapti. Kvartiradan yarim narxiga. Yuringlar obzorini ko'ramiz. Hovli qismiga kirib kelishingiz bilan ko'rishingiz mumkin. O'zi 2 sotix yer maydoniga joylashgan bo'lsa, binoyimiz 260 kvadrat metrni tashkil etadi. Ya'ni ushbu joyda 1.3 sotigiga bino qurilgan. Ko'rib turganingizdek 700 kvadrat metr chamasi hovli qismi qolgan. Darvozaxona bor, bitta avtomobilingiz bemalol sig'adi. Mahalla ham kengina. Mabodo qo'ni qo'shni bo'lsa yoki avtomobilingiz ikkita bo'lsa, bittasi tashqarida ham turishi mumkin. Xo'p, bu tomonga so'ri qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasa o'zingizga moslab zeleniy zonami, daraxtlarni ekib qo'ysangiz bo'laveradi. Binoyimizda turishini qaranglar, juda ham chiroyli qilishgan, keng oynalar, panorama oynalar qilingan. Tabiiy yorug'lik maksimal tarzda ichkariga kirishi uchun. Binoyimiz to'liqligicha pishig'ishda qurilgan. Quruvchi akalarimiz tashqi tomonda schashka, uylarning ichini schashka qilib bitkazib beramiz deyishdi. Qolgan qismi remontlarini kelishilgan holda quruvchi akalarimiz bilan o'zlariga qildirtirishlari mumkin. Nimaga aynan shu holatda qolyapti? Kimdir arzonroq material ishlatgizdiradi, kimdir qimmatroq. O'zlaringning talablaringdan, byudjetlaringdan kelib chiqib, qolgan remontlarni maslahat qilib, kelishib ishlasalar bo'ladi. Yuringlar bitta planirovkasi bilan tanishamiz. Kirishingiz bilan kengina hol, patologlarimiz balandligi 3 metrdan ortiq, ko'rib turganingizdek beton plitalar yotqizilgan, devorlarimiz suvoq qilingan holatda turibdi. Kengina hol qismida o'zingiz uchun oilaviy televizor zonasi qilib, dam olish zonasi qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Navbatdagi xonamiz esa do'stlar, ko'rishingiz mumkin, oshxona. Kengina bir qismiga oshxona mebelini qo'yib, bu tomonda o'zingiz maza qilib oilangiz bilan ovqatlanib dam olishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari men tavsiya qilgan bo'lardim, mana shu joyga ham bitta eshik qilib turib zina qilishdi. Yozda mana ishga so'ri qo'yib qo'ysalaring, oshxonada pishirib, bemalol tashqariga narsalarni berib, kirib chiqqani ham ancha oson bo'ladi. Xo'p, keyingi xonalarimizga kiramiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilish zinasi o'ng qo'limda birinchi qavatimizdagi umumiy sanuzel joylashgan. O'zi sanuzellarimiz ikkita, bittasi birinchi qavatda, bittasi ikkinchi qavatda. Tashqaridagi bitta kladovka zonasini ham o'zingizning xohishingizga qarab hojatxona qilib qo'yishingiz mumkin. Bu tomonimizda esa mehmonxona joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu xonadonimizda asosiy e'tibor maydon kengligiga qaratilgan. Shu sababdan orqa hovlimizda joy ajratilmagan, lekin kichkinagina joy tashlab ketilgan. Bu nima uchun desangiz, albatta havo almashishi, mana bunaqa tabiiy yorug'lik xonadonda ichiga kirishi uchun ta'minlangan. Mana devorlari bor. Bu yerda ozgina joy tashlab ketilgan. Eng so'nggi xonamiz esa ushbu xonadonimizda yotoqxona bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, yotoqxonamiz ham keng va hovlimizning orqa qismidagi o'sha ozgina ajratilgan joyga chiqish eshigi bor. Ko'rishingiz mumkin. Ko'p emas, bu yer adashmasam 1 metr enli. Mana shunaqa havo aylanishi, tabiiy yorug'lik kirishi uchun zo'r yechim. Marhamat. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Eng asosiy qism ikkinchi qavatda, chunki bu yer haqiqiy dam olish zonasi. Xo'p, televizor zonasi, oilangiz bilan bilmadim, nastolni tennis qo'yib qo'yishingiz mumkin. Xullas, farzandlaringiz uchun ushbu hududni alohida qilib bersangiz zo'r. Xo'p, bu yerda 3 ta yotoqxona bor, ko'rishingiz mumkin. U yog'i farzandlaringizni xohish istagiga qarab, qiz bola, o'g'il bola, shunga qarab bo'lib berishingiz mumkin xonalar. Mana bu tomonimizda bitta umumiy sanuzelimiz bor. Nima deysiz? Sho'r? Yo'q, sho'r ko'rmadim.
Ushbu tomonimizda ham xonalar bor. Biri kattaroq, chunki mehmonxonaning tepa qismi, birisi oddiy yotoqxona. Ushbu xonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ikkita kottejimiz tayyor. 50% boshlang'ich to'lovni qilib, qolgan qismini 4 oyga bo'lib to'lab olsangiz bo'ladi. Endi qurilayotgan kottejlarimizni esa 25% boshlang'ich to'lov qilasiz. Qolganini quruvchini o'zi bilan bitta kelishib olasizlar, lekin uzoq muddatga berishmaydi. Xuddi shu holatga tayyor bo'lishiga maksimum 4 oy vaqt ketadi. Ya'ni qurilish jarayonida sekin-sekin uzib remontlarni ham o'zlari bilan kelishib turib qilib yuborishingiz mumkin. Umumiy ushbu kottejimiz narxi 68 ming dollar. Albatta kelishadigan, kametr beradigan joylari bor. Barcha hujjatlari joyida, kommunikatsiyalarni uyning ichiga olib kirib, sizga hujjatlarni to'g'rilab berishadi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. To'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun esa ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling.